Ey xudo, axir bu olmosli marjon-ku. Bin, bu olmos kamida 1 karat bo'lsa kerak. Juda qimmat sovg'a olibsan-ku. Kerak emas. Men buni qabul qila olmayman. Tashvishlanma. Buni aynan sen uchun olganman. Shunchaki arzimagan sovg'a, olaver. Qolaversa, o'zingga ham senga bo'lgan tuyg'ularimni yaxshi bilasan. Men u menga sevgi izhor qilyaptimi? Ustiga ustak otamni ko'z oldida-ya. Ularni jahllari chiqishi aniq. Qizim, kursdoshing buni samimiy niyatda berayotgan bo'lsa olaver. Dada, bu Anan, biram sodda-sanda. Senga bin sovg'a qilayotgan bo'lsa, otang nima ham derdi? Bin aka, rost aytibsiz. An'ana sizni anchadan beri rad etayotgandi. Otasi bunchalik qilishini kim o'ylabdi deysiz? u boy bo'lgani uchun dadamni jahli chiqmayaptimi? Nahotki meni unga berishga rozi bo'lsalar? Bu arzimagan sovg'a xolos. Qabul qilmoqchi bo'lsang hijolat bo'lma. Linam aka, bin kamtarlik qilib, uni arzimagan sovg'a dedi. Aslida uni narxi bir necha 10 ming turadi. Bir necha 10 ming? Chindan ham arzimagan ekan. Qiziq, Linam aka Ananga nima sovg'a olib kelgan ekan? Anan, bu sovg'a senga. Juda chiroyli ekan. Rahmat dada. Linam aka, bu sovg'ani narxi 50 yuan ham turmasa kerak. Aftidan Linam aka Ananni hali ham 3 yoshli bola deb o'ylayapti shekilli. Qanchaligi muhim emas. Dada, sovg'angiz menga juda ham yoqdi. An, axir bin senga haqiqiy olmos sovg'a qildi-ku. Mayda olmoschalar xolos. Anan, sovg'angni ochib ko'rmaysanmi? Ochaymi? Dada, bu olmos-ku. Nima?